Barchaga salom. Bugun ikkilamchi messenjerlarda ta'sir mexanizmini o'rganib bo'lganimizdan keyingi mavzu, ya'ni retseptorlarni dastlabki klassifikatsiya mavzusini batafsil gaplashamiz. Bundan keyingi mavzularda har bitta klassifikatsiyadagi har bitta retseptor turiga, ularning ta'sir mexanizmiga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bizda farmakologiya kursida, umuman boshqa fiziologik yoki biokimik kurslarda ham retseptorlar hujayrani qaysi qismida joylashishiga ko'ra ikkita katta guruhga bo'linadi. Bular ekstrasellyular yoki intrasellyular retseptorlar. Ekstrasellyular retseptorlar joylashishiga ko'ra hujayraning tashqi membranasi yuzasida joylashgan bo'ladi. Intrasellyular retseptorlar hujayraning ichki yuzasida joylashgan bo'ladi va bunga ko'ra ular yadro membranasida yoki yadroning ichidagi gen yuzasida yoki sitozolda erkin holda yoki bo'lmasam endoplazmatik retikulum membranalarida birikkan holda joylashishi mumkin bo'ladi. Ekstrasellyular retseptorlar klassifikatsiyasi haqida gaplashsak dastlab. Ekstrasellyular retseptorlar klassifikatsiyasi ham o'z navbatida 3 ga bo'linib ketadi. Ya'ni hujayraning tashqi membrana yuzasida joylashadigan retseptorlar 3 guruhga bo'linadi ishlash mexanizmiga va qaysi ion yoki qaysi substrat yoki molekulalar bilan ishlashiga ko'ra. Bular ionotrop retseptorlar, metabotrop retseptorlar yoki 3-guruhi enzimatik guruh retseptorlari. Ionotrop retseptorlar shunday nomlangan chunki ular asosan ionlar bilan va tegishli ion kanallari bilan ishlaydi. Ionotrop retseptorlar ishlaydigan ion kanallari bo'lishi mumkin natriy kanali, kalsiy kanali, magniy kanali, kaliy kanali yoki minus, ya'ni manfiy bo'lgan xlor ionlari bilan ishlaydigan kanallar bo'lishi mumkin. Ionotrop retseptorlar shunday tuzilganki, ularda ion kanalini o'zi retseptor rolini o'ynashi mumkin yoki retseptor o'z ichida shunchaki bir dona ion kanalini tutishi mumkin. Bunga ko'ra retseptor turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, yashil tuzilma orqali bunga tegishli agonisti, ya'ni uni qo'zg'atuvchi substrati ta'sir ko'rsatib, uni stimullayapti. Bunday ionotrop tipdagi retseptorlar stimullanganda uni ichidagi ion kanal ishga tushadi. Mana qizil rang orqali ion kanal berilgan. Bu ion kanal orqali tegishli ion ichkariga kirishi mumkin yoki tegishli boshqa bir ion tashqariga chiqishi mumkin. Shu orqali harakat potensialining o'zgarishi, turli xil giperpolarizatsiya yoki depolarizatsiya holatlari ta'minlanadi va bundan keyingi jarayonlar stimullanadi. O'zi aslida retseptor degani ma'lum bir eksogen yoki endogen, agonist ta'sirida qo'zg'alib yoki antagonist ta'sirida bloklanib, ma'lum bir biokimyoviy jarayonni ishga tushiruvchi yoki biokimyoviy jarayonni bloklovchi ma'lum bir oqsil tuzilmaga aytiladi. Ya'ni bunda agonist ta'sirida qo'zg'alyapti, balki antagonist ta'sirida bloklanadi bu retseptor. Va qo'zg'alganda tegishli ion kanal ishga tushganda qaysidir ion kanal tashqariga ochilib, ionni ichkaridan tashqariga olib chiqadi yoki buni aksi bo'ladi. Bu ionotrop retseptorlarda keyingi darslarda qaysi retseptorlar shu ionotrop tipda ishlaydi va qaysi retseptorlarni bloklash orqali shu ionotrop effektni yuzaga chiqarishimiz yoki bloklashimiz mumkin. Bir narsani ogohlantirib qo'ymoqchiman. Tibbiyotda yoki aynan farmakologiyada ionotrop va inotrop degan effektlar bor. Buni bir-biridan ajratish kerak, ya'ni adashtira olmaslik kerak. Ionotrop effekt bu ion kanallari bilan ishlovchi retseptorlarga nisbatan aytiladigan tushuncha. Inotrop effekt bu yurakdagi, ya'ni qisqaruvchanlikni ma'lum bir me'yorda, ya'ni musbat yoki manfiy tarzda. Musbat inotrop effekt, manfiy inotrop effekt. Shularda yuzaga chiqishiga ko'ra nomlanadi. Buni tegishli yurak sistemasi farmakologiyasi, yurak qon tomir sistemasi farmakologiyasida batafsil bu effektlar tushuntiriladi. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Ionotrop bilan inotropni bir-biridan farqini bilish kerak. Buni ikkalasini adashtirmaslik kerak. Keyingi guruh retseptorlar bu metabotrop retseptorlar. Metabotrop retseptorlar ionotrop retseptorlardan farqi, ular shunchaki ion kanal bilan ishlamaydi, ular murakkabroq tarzda. Ularni ishlashda ma'lum bir metabolizm, ma'lum bir murakkab jarayonlar kechadi. Shuning uchun metabotrop deyilgan. Metabotrop retseptorlarga G-protein coupled receptor, GPCR'lar misol bo'ladi. Ya'ni G-protein bilan ishlovchi retseptorlar misol bo'ladi. Bu G-protein nima? G-protein bilan ishlovchi retseptorlar o'zi nima? Keyingi darslarda batafsil o'tamiz. Ya'ni G-protein bilan ishlovchi retseptorlar qaysi G-protein bilan ishlashiga ko'ra 3 ta katta asosiy guruhga bo'linadi. GQ,
protein bilan ishlovchi retseptorlar, GS, GI yoki GE turi bilan ishlovchi retseptorlar. Bularni har biriga batafsil keyin to'xtalamiz. Xullas, metabotrop retseptorlar deganda biz G protein bilan ishlovchi 3 xil asosiy katta guruh retseptorlarni tushunar ekanmiz. Bularni har biri ham o'z ichiga qaysi retseptor turlarini oladi, uni keyingi darslarda gaplashamiz. Bular metabotrop deyilgan, aytdim, ma'lum bir metabolizm asosida murakkabroq jarayon kechadi. Ionotroplarga nisbatan bu misol sifatida ko'rilgan. Bularning retseptori ham birmuncha tuzilishli, turli xil birmuncha murakkabroq tuzilishi, turli xil segment, subbirliklardan tashkil topgan tuzilishini ko'rib turibsizlar va agonist ta'sirida qo'zg'alib bir necha jarayonni ketma-ket bir-biriga ulanib ketuvchi bir necha jarayonni stimulaydi va bunda A B ni stimullash mumkin, B C ni stimullash mumkin, C boshqa narsa va hokazolar bir-birini stimullab murakkab tarzda effektni yuzaga chiqaradi va bu stimullovchi, bir-birini stimullovchi sistemalar albatta bo'lishi mumkin. Ion kanal bo'lishi mumkin, ferment bo'lishi mumkin, gen bo'lishi mumkin va eng muhimi ikkilamchi yoki ba'zida uchlamchi messenjerlar bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi 3-guruh ekstrasellyular retseptorlar bu enzimatik retseptorlar. Bular asosan enzim bilan ishlaydi. Ya'ni qanaqa enzim bilan ishlaydi? Misol uchun metabotrop retseptorlar ferment yoki ularning ikkinchi nomi enzim bilan ishlaydi. Lekin enzimatik retseptorlar deganda tegishli spesifik enzim bilan ishlovchi retseptorlargina tushuniladi xolos. Va bular eng katta asosiy enzim bilan ishlovchi guruhlarga bo'linadi. Ya'ni bular tirazin kinazali enzim bilan ishlovchi yoki JAK yoki Janus kinaza deb nomlangan. Bular haqida batafsil keyin o'tamiz. Shular bilan ishlovchi retseptorlarga bo'linadi. Ya'ni bu 3-guruh ekstrasellyular retseptorlar, enzimatik retseptorlar. Bular o'z ichiga qaysi retseptorlarni olishi? Bu retseptorlarda endogen stimullovchi agentlari qaysi? Keyin gaplashamiz. Ya'ni bunda agonist ishga tushiradi. Ekstrasellyular hujayra membranasidagi, hujayraning tashqi membranasidagi retseptorda bu o'zini tegishli Janus kinazali, ya'ni JAK stat, ya'ni o'zini pathwaylari bor, turli xil yo'llari bor yoki tirazin kinazani ishga tushiradi. Bu enzim tegishli genetik material yoki boshqa bir messenjerlar bilan ishlab o'zining effektini ko'rsatadi. Asosan shu ikkala enzimni o'z ichiga oladi. Bu ekstrasellyular retseptorlarning klassifikatsiyasi edi. Ya'ni bir qaytarib olsak, retseptorlar hujayraning qaysi qismida joylashishiga ko'ra ekstrasellyular va intrasellyularga bo'linadi. Ekstrasellyular o'z navbatida qanday mexanizmda, qanday moddalar yoki qanday fermentlar bilan ishlashiga ko'ra 3 ga bo'linadi. Ionotrop retseptorlar, metabotrop retseptorlar va enzimatik retseptorlarga bo'linadi. Xo'p, ikkinchi guruh retseptorlar intrasellyular retseptorlar. Intrasellyular retseptorlar qayerda joylashishini aytdik. Ya'ni u endoplazmatik to'r membranasida, sitozolda erkin holda, genga birikkan holda yoki yadro membranasida bo'lishi mumkin ekan. Endi intrasellyular retseptorlarni stimullovchi agentlari ko'pincha lipofil tabiatli bo'ladi, chunki ular hujayrani ichiga bevosita hech qanday vositalarsiz diffuziya yo'li bilan o'ta olish kerak. Aynan shu hujayra membranasini 2 qavat fosfolipiddan, ya'ni lipid unumlaridan tuzilganligi bu lipofil tabiatli intrasellyular retseptor agonistlari, endogen agonistlariga erkin holda diffuziya yo'li bilan kirishiga yo'l ochib beradi. Va bu retseptorlar steroid retseptorlar va tiroid retseptorlarga bo'linadi. Ya'ni steroid gormonlarni retseptorlari va tiroid gormonlarni retseptorlari intrasellyular space, intrasellyular bo'shliqda joylashgan ekan. Steroid gormonlarga misol qilib keltirishimiz mumkin. Mineral kortikoidlardan aldosteron, glukokortikoidlardan kortizol yoki jinsiy gormonlardan androgen va estrogen kabi moddalarni tegishli retseptorlarni keltirishimiz mumkin ekan. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, buyrak usti bezini oladigan bo'lsak, buyrak usti bezini o'sha postloq qismida bilasizlar 3 xil qavatdan tashkil topgan. Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, ya'ni glomerulosa qavatidan mineral kortikoid, zona fasciculata qavatidan glukokortikoid, zona reticularis qavatidan jinsiy gormonlar ishlab chiqaradi. Bularning barchasi xolesterin unumi yoki boshqacha qilib aytganda progesteron unumlari hisoblanadi. Shuning uchun ular steroid gormonlar deyiladi. O'z nomidan ko'rinib turibdi. Estrogen yana stronni nazarda tutib, aldosteron yana steroid gormonlarni nazarda tutiladi. Barcha steroid gormonlar lipofil tabiatli bo'ladi. Ular hujayra membranasidan erkin holda sizib o'tib intrasellyular retseptorlarga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi guruh intrasellyular retseptorlar bu tiroid retseptorlar. Tiroid retseptorlarga tiroid gormonlar qo'zg'atadigan retseptorlar kiradi. Tiroid gormonlar bo'lishi mumkin tiroid tiranin, ya'ni uni aktiv shakli va uni inaktiv shakli bo'lgan tiroksin yoki tetraioid tiranin yoki T4 shunchaki.
T4 ham o'zi aslida T3 ga aylanib keyin o'zini effektini ko'rsatadi. Ya'ni ma'lumot sifatida aytyapman, bu haqda keyingi darslarda batafsil har bir retseptor turiga to'xtalamiz. Tiraksin ham hujayra ichiga kirgandan so'ng deyodinaza degan ferment yordamida bitta yodini chiqarib yuboradida. Natijada bitta yodini chiqarib olib T3 ga aylanadi. O'zi 4 belgisi 4 ta yodi mavjudligini, T3 belgisi 3 ta yodi mavjudligini bildiradi. Deyodinaza fermenti ta'sirida hujayra ichida bitta yodini yo'qotish natijasida u 4 tadan bittasidan ayrilib 3 ta yodli triotiringa aylanadi hujayra ichida va tegishli o'zini effektini ko'rsatadi intrasellyular retseptorlarga bog'liq tarzda. Bu do'stlar asosiy retseptorlarning klassifikatsiyasi edi. Ya'ni biz retseptorlarni juda ham bir umumiy tarzda klassifikatsiya qilib oldik. Keyingi darslarda ularni har biriga, ishlash mexanizmiga, har biriga aloqador retseptor turlariga, ya'ni kichkina retseptor, ionotrop retseptorga qaysi retseptorlar kiradi? U qaysi retseptordan qaysi biri qaysi ion bilan ishlaydi? Ya'ni ionotrop retseptorlarda misol uchun N-xolin retseptorlar natriy ionlari bilan ishlasa, ionotrop retseptorlardan glitsin retseptorlari yoki gamk retseptorlari xlor ionlari bilan ishlaydi yoki boshqa retseptorlarda boshqa ion turlari bilan ishlashi, metabotropga qaysilar misol bo'lishi, shularni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu klassifikatsiyani yaxshilab o'rganib olinglar. Keyingi mavzularda bu retseptorlarni qaysi turga aloqadorligini bemalol bilib tushunib ketishimiz bugungi mavzuni to'liq anglab klassifikatsiyani yodlab olishlaringga bog'liq. E'tiborlaring uchun rahmat.